Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Durus birinchi kitob Ad-Darsu Thani ashara 12-chi dars. Birinchi qism 63-chi bet. Suat va qizning orasidagi dialog, ya'ni o'zaro suhbat. Suat salom berib aytayaptiki: Assalomu alayki va rahmatullohi va barakatuhu. Assalomu degani salomatlik, omonlik degani. Ala asli harfi jar ki zamir muttasil, bitta muannas mufrad birlikka ishlatiladi. Biz 10-darsning birinchi qismida muttasil zamirlarni to'liq o'rganganmiz. O'shanga murojaat qilib qaytarib olasiz. Biz bu kitobda asosan g'oyib, muzakkar va muannas birlikka uning ma'nosidagi u bilan ha zamirni hamda muxotob muzakkar birlikka sening degan ka zamirni va mutakallim ya so'zlovchi uchun ishlatiladigan ya muttasil zamirni o'rgandik. Endi navbat muxotob muannas birlikka, ya'ni xitob qilinuvchi bitta ayol kishiga ishlatiladigan zamir muttasilga keldi. Demak, xitob qilingan shaxsga qarab unga munosib zamir keltiriladi. Suat bitta qizga murojaat qilganligi uchun assalomu alayki deb ala harfi jardan keyin u qizga munosib bo'lgan zamir muttasil kini keltirdi. Assalomu alaykida ala asli harfi jar ki zamir muttasil kasraga binoan mabni jar o'rnida ismi majrur. Ala asli harfi jarning mutaallig'i umum borlik, umum mavjudlikka dalolat qilganligi uchun tushirilgan, ya'ni kainun yoki kana. Salom va alik duo maqomi, duo o'rni bo'lganligi bois tushirilgan kainun kanani duo ma'nosida, ya'ni bo'lsin ma'nosida tushuniladi. Demak, assalomu alayki va rahmatullohi va barakatuhuning to'liq tarjimasi senga salomatlik, omonlik va Alloh taoloning rahmati va u zotning barokatlari bo'lsin degani. Barakatuhudagi hu zamir muttasil Alloh lafziga qaytadi, ya'ni Allohning rahmati va Allohning barokatlari bo'lsin degani. Albintu qiz alik olib aytdiki va alaykiссalamu va rahmatullohi va barakatuhu. Alik jumlasi ham salom jumlasi bilan bir xil, faqat alayki bilan assalam o'rni almashib kelgan. To'liq tarjimasi va alaykiссalamu va senga ham salomatlik, omonlik va rahmatullohi va Allohning rahmati va barakatuhu va u zotning barokatlari bo'lsin deganidir. Ya'ni qiz alik olib aytdiki Suatga, sen Allohga duo qilding, menga omonlik va salomatlik va Allohning rahmati va u zotning barokatlarini so'rab duo qilganing kabi men ham senga salomatlik va omonlik va Alloh taoloning rahmati va barokatlarini so'rab haqqingga duo qilaman deb javob berdi. Demak, salom ham va alik javob ham ikkisi ham duodir va bu islom dinining mukammal ta'limotlaridan biridir. Mo'min kishi bir-biriga yo'liqqan, bir-biri bilan uchrashgan vaqtda ham ikkisi bir-birining haqqiga Allohga duo qilib ajr va savobga erishishadi. Suat so'ramoqda: "Kayfa haluki ya bintu?" Ey qiz, sening holing qanday? Xitob qilingan bitta qiz bo'lganligi uchun yana unga muvofiq, unga munosib zamir muttasil kini keltirib kayfa haluki demoqda. Kayfa ismi istifham gapning avvalida keladi, savol uchun ishlatiladi va ismi istifham kayfa bilan so'raluvchining holati so'raladi. Kayfa haluki ya bintu, ey qiz sening holing, holating qanday demoqda. Qiz javob berib aytdiki, ana bi xoyrin valhamdulillah, men yaxshiman alhamdulillah deb javob berdi. Demak, xitob qilingan shaxsga qarab unga munosib, muvofiq zamir muttasil yoki munfasil keltiriladi. Bugungi o'tilgan qoidani mustahkamlashlik uchun 65-betda kelgan ikkinchi mashqni bajaramiz. Iqro kulla jumlatin minal jumalil atiyati thumma qro'ha ukhra ba'da taghyiril munada kama huwa muwaddahun fil misali. Iqro o'qi degani kulla har bir fatha ni qo'shimchasi jumlatin jumla gap. Min dan jumali jumlalar gaplar atiyati quyidagi. Thumma so'ng iqro o'qi, ha
ularni degani bu yerdagi zamir muttasil ha kulla jumlalarga qaytadi. Uxro boshqa, yana bir degani ba'da keyin tag'yiri o'zgartirmoq munodo nido qilingan. Kama dek, kabi, huwa u muvaddahan tushuntirilgan fi da qo'shimchasi misol. اقرأ كل جملة من الجمل الآتية ثم اقرأها أخرى بعد تغيير المنادى كما هو موضح في المثال. Quyidagi jumlalardan har bir jumlani o'qi, so'ng misolda tushuntirilganidek munodoni o'zgartirgandan keyin boshqa bir marotaba ularni o'qi demoqda. Ya'ni xitob qilingan shaxsga munosib va muvofiq tarzda zamir muttasilni keltirib jumlalarni o'qiymiz. Masalan, ayna qalamuka ya abi? Ey otam, sening qalaming qayerda? Abi otam bitta muzakkar bo'lganligi uchun unga munosib zamir muttasil kani keltirib ayna qalamuka deb aytmoqda. Endi xitob qilingan bitta ayol kishi bo'lsa, unga munosib zamir muttasil keltiriladi. Ayna qalamuki ya ummi? Ey onam, sening qalaming qayerda deb. Aindaka qalamun ya Muhammadu? Ey Muhammad, sening qalaming bormi? Xitob qilingan Muhammad bitta erkak kishi bo'lganligi uchun unga munosib zamir muttasil ka keltirilmoqda. Aindaka qalamun ya Muhammadu deb. Endi xitob qilingan bitta ayol kishi Omina bo'lganligi uchun unga munosib ki zamir muttasil keltirilib aindaki qalamun ya Aminatu? Ey Omina, sening qalaming bormi deyilmoqda. Ayna bintuka ya ustazi? Ustoz bitta erkak kishi bo'lganligi uchun unga munosib zamir muttasil ka keltirildi. Ayna bintuka ya ustazi? Ey ustozim, sening qizing qayerda deb. Endi xitob qilingan ustoza ayol kishi bo'lganligi uchun unga munosib ki zamir muttasil keltirilmoqda. Ayna bintuki ya ustazati? Ey ustozam, sening qizing qayerda deb. Ahadha daftaru laka ya Aliyu? Ali bitta erkak kishi bo'lganligi uchun unga munosib ka zamir muttasil keltirildi. Ahadha daftaru laka ya Aliyu? Ey Ali, bu daftar senikimi deb. Endi xitob qilingan Fatima bitta ayol kishi bo'lganligi uchun unga munosib ki zamir muttasil keltirildi. Ahadha daftaru laki ya Fatimatu? Ey Fatima, bu daftar senikimi deb. Min ayna anta ya akhi? Akhi birodar, qardosh so'zi. Qardosh bitta erkak kishi bo'lganligi uchun anta zamir munfasil keltirildi. Min ayna anta ya akhi? Ey birodarim, ey qardoshim, sen qayerdansan deb. Min ayna anti ya ukhti? Xitob qilingan bitta ayol kishi bo'lganligi uchun unga munosib anti zamir munfasil keltirildi. Min ayna anti ya ukhti? Ey opam, ey singlim, sen qayerdansan deb. Ayna abuka ya Xolidu? Xolidga munosib ka zamir muttasil keltirildi. Ayna abuka ya Xolidu? Ey Xolid, sening otang qayerda deb. Xadija bitta ayol kishi bo'lganligi uchun unga munosib ki zamir muttasil keltirilib ayna abuki ya Xadijatu? Ey Xadija, sening otang qayerda deyilmoqda. A anta maridun ya Xoli? Ey tog'am, sen kasalmisan? Tog'a erkak kishi bo'lganligi uchun anta zamir munfasil keltirildi. A anti maridatun ya Xolati? Ey xolam, sen kasalmisan deb. Xola muannas bo'lganligi uchun anti zamir munfasil keltirildi. Ayna baytuka ya ammi? Ey amakim, sening uying qayerda? Ammun amaki erkak kishi bo'lganligi uchun ka zamir muttasil keltirildi. Ayna baytuki ya ammati? Ey ammam, sening uying qayerda deb. Amma muannas bo'lganligi uchun ki zamir muttasil keltirildi. Alaka akhun ya Hamidu? Ey Hamid, sening akang bormi? Hamid erkak kishi bo'lganligi uchun unga munosib lakka deb muzakkar zamir muttasil keltirildi. Alaki akhun ya Suadu? Ey Suad, sening akang bormi? Suad muannas bo'lganligi uchun unga munosib ki zamir muttasil keltirildi. Maza indaka ya akhi? Ey birodarim, ey qardoshim, sening nimang bor? Senda nima bor? Akhun erkak kishi bo'lganligi uchun ka zamir muttasil keltirildi. Maza indaki ya ukhti? Ey opam, ey singlim, sening nimang bor? Sening huzuringda nima bor deb
Uxtun muannas bo'lganligi uchun unga munosib ki zamir muttasil keltirildi. Assalomu alayka ya abi. Ey otam, senga salomatlik, omonlik bo'lsin. Ota muzakkar bo'lganligi uchun alayka deb muzakkar zamir muttasil keltirildi. Assalomu alayki ya ummi. Ummun ona muannas bo'lganligi uchun unga munosib zamir muttasil ki keltirilib, assalomu alayki ya ummi. Ey onam, sizga salomatlik, omonlik bo'lsin deyilmoqda. Demak, shu bilan bugungi dars nihoyasiga yetdi. Bugungi darsda biz o'tgan qoidalarimiz xitob qilingan shaxsga qarab unga munosib zamir keltiriladi. Salom va alikdagi ala harfi jar aslidir. Uning mutaallig'i tushirilgan va salom va alik duo maqomi, duo o'rnidan bo'lganligi uchun bo'lsin deb duo ma'noda mutaallig'i tushuniladi. Kayfa ismi istifham gapning avvalida keladi, so'roq uchun ishlatiladi va kayfa bilan so'raluvchining holati so'raladi. Keyingi darsda ko'rishguncha assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.